Kim dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, o'z uyining xayriyatini Alloh taolo ko'paytirishni xohlasa, yaxshi ko'rsa, bas uning tushlik ovqati olib kelinganida ham, olib ketilganda ham tahorat qilsin. Ovqat keldi, avval qo'lingizni yuvdingiz, yeb olib yana yuvdingiz. Uyingizni xayriyatini Alloh ko'paytiradi deyapti. Uyingizda xayriyat ko'p bo'lishini xohlaysizmi? Xohlaysiz. Qo'lingizni yuving ovqatdan avval, qo'lingizni yuving ovqatdan keyin. Ovqatlanishdan avval tasmiya aytishlik, yeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Dovud va Termiziydan keltirilgan hadisda aytadilar: "Iza akala ahadukum falyadhkur ismalloh." Biroqlar ovqatlansanglar, Allohning ismini zikr qiling. Fa in nasiya an yadhkura ismalloh fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi va akhirih. Endi biroqlar ovqatda avvalida bismillah deyish esdan chiqib qolgan bo'lsa, ovqatni yeb bo'lgandan keyin avvaliga ham oxiriga ham bismillah deb qo'ysin.